qo'zi qo'chqorlarni akalar mana shunaqa baqvat-baqvatlari xudo xolasa yetib kelgan. Realni akalar shirvoz qo'zi qo'chqorlardan akalar olaman deb yurgan bo'lsanglar, xudo xolasa shoshilib qolaveramiz do'stlar. Do'stlar, xudo xolasa bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Oqtosh qishlog'ida akalar Nodir akamiz oldiga yetib kelganmiz akalar. Akalar xudo xolasa realni shunaqa shirvoz qo'zi qo'chqorlardan, narxlari hamyonboblaridan, sifati zo'rlaridan, baqvat-baqvatlaridan olaman deb yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, sizlarga akalar mana taklif qilamiz. Shirvoz qo'zi qo'chqorlarimizda anchagina baqvat-baqvat holatlari. Bular akalar uzoqdan mayda ko'rinmasin, anchagina akalar e'tibor, xudo xolasa sutga to'ygan, baqvat bo'lib turgan akalar, xudo xolasa shirvoz qo'zilar. Bularni bemalol akalar olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, egalariga murojaat qilib olishingiz mumkin. Bemalol akalar savdosini bitirib olaverasizlar. Bitta-bittadan ko'rib olaveramiz akalar. Mana bu tomonda ham bor akalar, mana kelyapti. Asta-sekin o'tkazib ko'rib olaveramiz, xudo xolasa. Hoppa. Akalar aytib o'tganimdek, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Oqtosh qishlog'iga Nodir akamiz oldiga yetib kelgan biza. Nodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, charchamasizmi? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimi, yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr. Xudo xolasa necha bosh bunaqa shirvoz qo'zi qo'chqorlardan olib keldingiz? 25 bosh ilhom. 25 bosh akalari xudo xolasa shirvoz qo'zi qo'chqorlarimiz yetib keldi. Bularni aka soni 25 bosh bo'lsa, hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. 5 ta urg'ochisi bor ilhom. 5 ta urg'ochisi ham akalar ichida bor. 5 ta urg'ochisi bor. 5 ta urg'ochisi ham akalar xudo xolasa ichida bor ekan. Bemalol kelasizlar, ustida ko'rib, savdosini bitirib ketaversanglar bo'ladi. Xo'p, aka, buni ichida endi xudo xolasa 25 bosh bo'lsa, yeb ichishlari, sovunlari qanaqa? Mana yeb ichishlari, mana yeb ichib yotibdi, xudoga shukr. Yana bir hafta garantiyasini ham beramiz. Bir hafta akalar xudo xolasa mana yeb ichib turibdi, bemalol kelib ko'rib sinab olaverasizlar. Bir hafta akamiz garantiyasini ham beramiz deyaptilar akalar. Akalar kelasizlar, ko'rasizlar, ustida savdosini xudo xolasa bitirib ketaverasizlar. Hammasi bular endi necha oylikgacha bor aka? Bular bitta mana qo'zi yo'q ichida. U qo'zi bu adashib kelib qolgan, qo'zdan ichidan. Qolganlari 2,5 oydan 4 oylikgacha qo'zilar bor. U hozir aytadigan narximizga u qo'zi qo'shilmaydi, to'g'rimi? Yo'q, qo'shilmaydi, qo'zi yo'q. O'sha mayda qo'zi qo'shilmaydi akalar. Aytadigan narximizga yana o'shani ham ichida beraveradi, o'ylamanglar. Mana shunaqa baqvat-baqvatlar ichida yuribdi akalar, mana. Mana bularni qarang, ilhom qo'shqor qolganda bular. Mana sifatiga ham qarang, mana orqalariga ham qarang. Qo'shqor qilaman desa nasib bo'lsa, nasllikka ham bo'ladigan mollarda. 3 oylikdan 4 oylikgacha, to'g'rimi? Shunday, 3 oylikdan akalar 4 oylikgacha xudo xolasa bemalol kelib, ko'rib, akalar ustida savdosini bitirib ketaverasizlar. Nodir aka, endi bu narxini necha pul qo'ymoqchisiz aka? Narxini kelishda beramiz ilhom. Bozorga qaraganda arzonroq qilib beramiz. Mana. Ko'rib olaveramiz akalar. Ko'rishsa mana qarang, bari beli uzun, poychasi baquvvat mollar hammasi. Bemalol yurishlariga akalar, gavdalariga baho berib qo'yamiz. Shunaqa shirvoz qo'zilardan so'ragan obunachilarimiz bo'lganda akalar. Ayting narxini aka. Ilhom, qochirib o'tmaylik. Bo'larman qilib aytay. 3 million 400 ming so'mdan bersam O'zbekiston bo'lib dastavka qilib beraman. Oxirimi? Oxiri. 3 million 300 dan o'zim olib ketsam desa nima deymiz? Hammasini olsa. Hammasini bitta joyga oladigan odamga 3 million 300 ming so'mdan olib ketsin o'zlari. Akalar, hammasini olaman desanglar, 3 million 300 ming so'mdan olib ketsanglar bo'lar ekan. Mana shunaqa, mana kattalariga e'tibor beringlar. Ana shu kattalari ham akalar shu narxda ketadi. Bunday 38 bozordan talab o'ttirmaysizlar. Sog'lig'ini ham qarang-da. Mana sifatiga bir baho bering. Sog'liq. Mana urg'ochi akalar bu. Urg'ochi sog'lig'i 5 ta urg'ochisi bor, sog'lig'i. Qolgan 20 tasi akalar shirvoz qo'zi qo'chqor. Bemalol bitta ko'rib olaverasizlar akalarim, xudo xolasa. Shunaqa shirvoz qo'zi qo'chqorlardan so'ragan obunachilarimiz bo'lganda akalar, mana. Bitta e'tibor berasizlar, rangiga, sifatiga, turishiga, simjunligiga akalar ko'rib olaveramiz. Mana. Endi ko'pchilik masalan bozordan olaman, u deydi, bu deydi, lekin bir hafta akamiz garantiya beraman deyaptilar. Bilasizlar, mana manzil aniq, nomer bor, bemalol kelasizlar, yeyish ichishlarini akalar tekshirib ko'rib olib ketaverasizlar akalar, mana. Kelib bemalol bosib olaveradigan joyi. Xudo xolasa. Shoshilib qolamiz do'stlar, pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman.